Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz kasrlar, ya'ni 7-mavzuni ikkinchi qismi. 35-savoldan boshlaymiz. Qaranglar. M da qiymati 119 taqsim 120, N da qiymati 240 taqsim 242. Demak, javoblardan qaysi biri o'rinlanyapti? Ya'ni quyidagilar munosabatlardan qaysi biri o'rinlanyapti savolda. Ya'ni qaysi biri katta deyapti. Qaysi biri katta? Nima qilsak bo'ladi? Qaranglar, maydaroq raqamlar bo'yicha bitta isbotlab beraman hozir buni. Mana bitta qisqartirib olsak bo'ladimi? 240 taqsim 242 ni. Nechaga qisqaradi? 2 ga. 240 ni 2 ga bo'lsak 120. 242 ni 2 ga bo'lib yuborsak-chi 121. Shunaqa? Mana qaranglar, 119 taqsim 120, 120 taqsim 121. Qaysi biri katta? N kattami, M kattami? Teng emas, ikkalasi teng emas. Qaranglar, orqada sportda mavjud o'tganlarni ham ko'rib ketganmiz. Masalan, xohlagan son tanlang, birorta xohlagan sonimizni tanlab olaylik-da. Necha masalan maydaroq son tanlanglarda? 6 misol tariqasida, to'g'rimi? Ko'ryapsiz, 6 tanladi. Undan bitta oldin keladigan son necha? 5. Bitta keyin keladigan sonchi? 7. Ko'ryapsizlar? O'sha sonni kvadrati, tanlagan sonlarning kvadrati, 6 ning kvadrati necha bo'ladi? 36. O'sha 6 dan bitta oldin keladigan va bitta keyingi sonlarni ko'paytmasa, ya'ni 5 ga 7 ko'paytirsak necha bo'ladi? 35. Har doim o'sha tanlangan son bittaga katta bo'ladi. Demak, qaysi katta bo'lyapti hozir? 36. Har doim to'g'ri keladi. Masalan, 4 tanlayapman. Qaranglar. Undan bitta oldin necha keladi? 3 keladi. Bitta keyin necha keladi? 5 keladi. O'sha 4 ni kvadrati, ya'ni 4 ga 4 ko'paytir demoqchiman-da. 3 ga 5 ko'paytirgandan bitta katta bo'ladi o'sha sonning kvadrati. Tushunarli? Endi qaranglar. Bunda umumiy mahraj berib olamiz. 120 bilan 121 ga umumiy mahraj bonusiga 121 bo'ladimi? Bonusiga qancha bo'ladi? 120 bo'ladi. Ko'ryapsizlar? 120 ga 120 ko'paytirsak 120 kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Bunga qaranglar. 120 dan bitta katta, 120 dan 119 bitta kichkina. O'sha bitta katta bilan bitta kichkinani ko'paytmasi 120 ko'paytirsam qanchaga katta bo'ladi? Bittaga katta bo'lib qoladi. Mana yozaman, qaranglar. M tenglik 121 ko'paygan 119 tagi nima bo'lib qoladi? 120 ko'paygan 121 bo'ladi. Mahraji bir xil bo'ladi. Endi qiymatiga e'tibor qilasizlar. 120 ko'paysa 120 kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Mahraji 120 ko'paygan 121. Mahrajlar bir xil, Mahrajlar bir xil bo'layotgan bo'lsa, qaysi birini surat katta bo'lsa, o'sha katta hisoblanadi. 121 ga 119 ni ko'paytirganim kattaroq chiqadimi yoki 120 ga 120 ko'paytirganimmi? Qaysi kattaroq chiqadi? 120 ga 120 ko'paytirganim kattaroq chiqadi. Hozirgi oddiy mayda sonlar bilan isbotlab oldik-ku, to'g'rimi? Demak, qaysi katta ekan? L katta ekanda, to'g'rimi? Demak, mana bu yerda M turgan bo'lsa, bu yerda N turgan bo'lsa, qaysi bir katta bo'ldi? L katta bo'ldi. Qaysi javob? Qaysi javob ekan? A javob ekan. Javobga qaranglar, bitib qo'yibdi ekan. Endi birinchi yozibdi, keyin M deb yozibdi. Endi katta deb qo'yibdi. Tushunarli? Bu sonlar bir-biriga ko'paytirib o'tirmadi vaqt ketkazib. Tushunarli? Oddiyroq variantida ko'rsatib ketdimdan, bu bo'yicha ham o'shani qo'llab yubordim. Xo'p, keyingisi 37-misolga qaraymiz. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. Qanaqa tartibda? O'sish. Hozir buni qaysi bir kattaligini bilib bo'lmaydi-ku, shu qarib turgan joyimizda, to'g'rimi? Nima qilamiz? Umumiy mahraj beramiz. Mahrajlarni bir xil qo'yib olamiz, to'g'rimi? Mahrajlar bir xil bo'lgandan keyin surat kattasi katta bo'ladi. 150, 300, 75. Zo'rlar ko'ryapsiz-a? Necha bo'ladi umumiy mahraj? 150, 300, 75 ga 300 bo'ladimi? Hammasiga umumiy mahraj hammasi taglar bir xil bo'ladi. To'g'ri, umumiy mahraj berib chiqsa. 300 ni 150 ga bo'lsak 2, 300 ni 300 ga bo'lsak 1, 375 ga bo'lsak 4. Tushunarli? Hisob-kitob qilsak endi necha bo'ladi? 90. Demak, A tenglik 98 taqsim 300 bo'lyapti.
Xo'p, B tenglik. 102 taqsim nima bo'lyapti? 300 bo'lyapti. Yaxshi. S tenglik. 88 taqsim 300. Qaysi biri katta? O'sish tartibida joylashtirilgan. O'sish degan bilasizlar, birinchi kichkina, sal kattalashamiz, kattalash o'sha tartibda ketaveradi. Ha, eng kichkinasi qaysi biri? 88. Qaranglar, mahrajlar bir xil bo'ldi. Surat kichkinasi kichkina hisoblanadi. S eng kichkina bo'lyapti hozir, Shodiyona bu yerda. Demak, S, keyingisi A, keyingisi B, eng katta B, to'g'rimi? Demak, mana qaraymiz. Eng kattasi B bo'lyapti. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar? O'sish tartibida joylashtirib oldim va katta kichik belgisini to'g'rilab qo'yib oldim. Qaysi javob? S javob. Hamma tushundimi? Tushunmay qoldikmi, ishora qo'yib yuborganimni? Tushungan? B S'dan ham A'dan ham kattaman deganida. A faqat nimadan kattaman degan? S'dan kattaman deganda. S eng kichkinasi bo'lyapti. Tushunarli? Xo'p, 41-misolimizga qaraymiz. 1 taqsim 30 va 1 taqsim 45 kasrning umumiy mahrajining barcha natural bo'luvchilar soni nechta deb degan. Kasrning umumiy mahrajini nima so'ralyapti? Natural bo'luvchilar soni so'ralyapti. Demak, qaranglar. 1 taqsim 30 va 1 taqsim 45 umumiy mahraj necha bo'ladi? Necha? 90. To'p ko'paytuvchiga ajratib ilk topib berishim shart emas, a? Demak, necha bo'lar ekan? 90 bo'lar ekan. 90 30 ga ham bo'linadi, 45 ga ham bo'linadi. Ya'ni umumiy mahraji 90 ekan, to'g'rimi? O'sha umumiy mahrajni natural bo'luvchilar sonini topib berasan deyapti. Natural bo'luvchilar soni qayerda topib oladi? Formulasi bor edi, tayyor. Nima qilaydi? Bitta sonni to'p ko'paytuvchiga ajratib, ya'ni bizga berilgan sonni A na darajasida n, B na darajasida m, C na darajasida nima? K, to'g'rimi? Darajasini nima qo'shib chiqaydik? Bir qo'shib o'rtasiga ko'paytma qo'yib ketaveraylik, to'g'rimi? Nimani beradi bu? Natural bo'luvchilar sonini topish formulasi. 90 uchun so'rayapti-da hozir umumiy mahraj uchun. Umumiy mahraj ber demayapti Asilbek. Shunchaki mana o'sha kasrning umumiy mahrajini natural bo'luvchilar sonini topib ber deyapti. Demak, 90 ni nimaga ajratib olamiz? Birinchi ochratda. To'p ko'paytuvchiga yaxshi. 45 bo'ladimi? 45 2 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'lsak, 15, 15 3 ga bo'linadi. 5, 5 5 ga bo'linadi 1. Tushunarli? Demak, 90 tenglik, qaranglar. 2 ni birinchisi, 3 ta kvadrati, 5 ta birinchisi. Tushunarlimi? Darajasiga nima qo'shamiz? 1 qo'shilgan 1. Keyingisi 2 ga qo'shilgan 1 ko'paygan. Shodiyona tushunyapsiz-a? 1 qo'shilgan 1. Demak, 1 ga 1 qo'shsak 2 ko'paygan. 2 ga 1 qo'shsak 3, 1 ga 1 qo'shsak 2, 2 kara 3 6, 6 ga ko'paytirsak nechta ekan? Natural bo'luvchilar 12 ta. Ertaga butun bo'luvchilar esa 24 ta bo'ladi. 2 martaga ko'p bo'ladi har doim. Bormi Shoqajon? Qaysi yo'q? Siz yo'q. Chiroyli. 42-misolni hisoblang deyapti. Misolga qaranglar. 1 taqsim 1 ko'paygan 2. 1 taqsim 2 ko'paygan 3. 3 ko'paygan 4. Nechi? 4 ko'paygan 5. Nechi? 5 ko'paygan 6. 6 ko'paygan 7. O'sha tartibda nechigacha? 999 ko'paygan 1000 gacha. Chiroyli. O'sha tartibda ketyapti. Nima qilib olsak bo'ladi bu misolni? Qaranglar, yaxshi yo'li bor. Qanaqa tartibda ishlab olsak bo'ladi? Demak, ajratib yozib olsak bo'ladi. Mana bu ikkalasini bitta sherik qilsak, ko'ryapsizlar-a? Nimadir o'zgarish kiritsalar, yana umumiy mahrajlarni berganimizda o'z holiga nima qilish kerak? Qaytish kerak. Tushunarli? Nima qilamiz buni? Qaranglar. 1 taqsim 1 deyman, o'rtaga ayirib qo'yaman, 1 taqsim 2 deb yuboraman. Tushundingmi? Ya'ni bu ikkalasini ajratib yozib olyapman-ki, bu tarafga olib boryapman. 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim 2. Xo'p, qaranglar, bitta umumiy mahraj berib qo'yinglar. Nechtada bunga? 2 tada. Bunga nechtada? 1 tada. 2 kara 1 2, 1 kara 1 1. 2 da 1 dersak 1, tagi 1 ko'paygan
2 bo'lib qoladi. O'z holiga qaytyapti. Ikkinchisi ham o'sha yoqqa olsak, mana qaranglar. Mana bu ikkalasini shirk qilyapman. Orqasini shirk qilib olaman. Demak, plyusdan qaraymiz. 1 taqsim 2 minusdan 1 taqsim 3. Mana mana bu ikkalasini yozib olyapman, Jahongir. 1 taqsim 2 deb yozib oldim. Ikkinchi shirkni yozyapman-ku, orasidan minus qo'yib ketyapman-da. Minusdan 1 taqsim 3. Mana umumiy makhraj berib ko'ringlar. Bunga nechtada? 3tada, to'g'rimi? Bungachi 2tada. 3dan 2 olib tashlasak 1, tagi 2 ko'paygan 3. O'z holiga qaytyapti. To'g'ri kelyaptimi? Ketdi. Keyingisini ishlab olsak. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4. Shunaqa tartibda ketyaptimi? Ketyaptimi shunaqa tartibda? Qaranglar. Ta nima? 1 taqsim 999 menga bundan bitta oldingisini ham yozib olsak-da, nima bor bundan bitta oldin? 1 taqsim mana 998 ko'paygan 999 bor. To'g'rimi? Demak, mana shu joydan yozib olsam, qaranglar. 1 taqsim 998 o'rta minus, shu tartibda yozib chiqyapmiz-da, davom etib ketyapti. 1 taqsim nima? 999. Endi buni yozaman oxirgisini. O'rta plyus 1 taqsim 999 o'rta minus 1 taqsim 1000. Shunaqa? Shunaqa. Umumiy makhraj bersak, bunga 1000 tadan, bunga 909 tadan tepa 1 bo'ladi. Taglar 999 ko'paygan 1000 bo'lib, o'z holiga Ramazon qaytadi. Ertaga qaranglar, boshqa misollarga qaytmay qolishi mumkin-da. Yuqori 2 berib ketishi mumkin yoki 3 bo'lib qolishi mumkin-da, yuqori qismi. O'sha bilan nima qilasizlar? O'sha qas ochib olasizlar dag'ani. Masalan, tepa 2 ga farq qilyapti, 1 taqsim 2 ko'paytirib olasizlar. Tepa 3 ga farq qilyapti, nima qilamiz? 1 taqsim 3 ga ko'paytirib olamiz. Tushunarli? Sababini tushuntiraman hozir. Qaranglar. Mana minusmi? Keyingisi nima? Plyus. Nima bo'ladi? 0 bo'ladi, to'g'rimi? Bu minus bu 0 bo'ladimi? Mana bu yerda minus, mana nuqtachalarda o'sha yoqda davom etib ketyapti-da, to'g'ri? Ketaveradi. Qaranglar, mana minusmi? Bu-chi? Plyus. Nima bo'ladi? 0 ketadimi? Nima bo'lyapti? Boshi bilan oxiri qolyapti. Boshida nima qoldi? 1 taqsim 1. O'rta minus. Oxiridachi 1 taqsim 1000. To'g'rimi? Umumiy makhraj nechtadan bunga? 1000 tadan. Bungachi bittadan, taglari 1 ko'paygan 1000 bo'ladi. Demak, 1000 ayrilgan 1 kare 1 1 tagi nima bo'ldi? 1000 bo'lib qoldimi? Xo'p, 1000 dan 1 deb talasa qancha bo'ladi? 999. Tagichi 1000. Bo'lib o'rayotgan bo'lsak 0.999 bo'lib qoladi. Tushunarli? Bormi shu javob? Hava shunda. Jahongir tushundingmi? Shohruh? Xo'p, 43-misol. Bunga qaranglar, buni qaytib ishlab olsak bo'ladi. Umumiy makhraj berib ishlab bo'lmaydi. Hozirgi misolga o'xshatib ishlab olsak bo'ladi. Juda ham ko'p vaziyatda, qaranglar, mana shunaqa misollar kelayotganda, boshi bilan qayerga qolib ketadi? Oxir qolib ketadi. Ya'ni qanaqadir sonlar ko'paygan vaziyatlar bo'lishi mumkin. O'zingizga to'g'rilab olasizlarda misolni. Demak, mana 1 taqsim 15 ni ko'ryapmiz-a? Nima deb yozib olsam bo'ladi 1 taqsim 15 ni? 1 taqsim 3 ko'paygan 5 desamda 15 qaytarib beradi. Keyingisini yozib olsak, plyus qaranglar. Nima deysizlar? 5 ko'paygan 7 deysizlar. Tushunarli? Qani 5 ni olyapmiz, ikkita kattalashtirib qo'yapmiz-a, 7 bo'lyapti. Undan keyingisi nima bo'ladi? Qaranglar. 1 taqsim 7 ni olasizlar. Sal 2 kattalashgan varianti. Necha? Plyus 9 ko'paygan 11. Xo'p, plyus. Xo'p, bittalab yozish shart emas o'zi. Yozib beryapman bittalab oxirigacha. Bu nima degani? 11 ko'paygan 13. Mana farqqa bor olgan o'quvchi shunchaki oxirini, masalan 13 ko'paygan 15 likni ko'paytirib olib, to'g'rilab ketaversa bo'ladi. Hozir bittalab yozib ketyapman. Ketdik. 1 taqsim, ikkinchi 13 ko'paygan 15. Tushunarli? Qaranglar-da, o'zi farqiga bitta tagiga e'tibor qilinglar-da. 3 bilan 5 nechaga farq qiladi? 5 bilan 7.
2 ga. 7 bilan 9 2 ga. Ko'ryapsizlar-da? Nimaga bunaqa deydi deyapman. Hozir qaranglar. Xo'p, hozir ishlaganimiz misolimiz bo'yicha yozib olaman buni ham endi. 1 taqsim 3 deb olsam bo'ladimi? Minus 1 taqsim 5. Bu tarafni yozyapman-ku, orasiga nima qo'yibman? Ayri qo'yib ketyapman. Har doim shunaqa bo'ladi. Endi qaranglar. Bunga nechtadan umumiy maxraj? 5 tadan. Bunga nechtadan? 3 tadan. Tagi 3 ko'paygan 5 qoladimi? 5 ta 3 deb taylasak 2. O'zi nima edi o'zi? 1 bo'lish kerakmidi? Nima bo'lyapti yuqorida? 2 kub qolyapti. Ko'ryapsiz-a? Yuqorida 2 kub qolyapti. Xo'p, o'rta plyus. Buni yozib olayotgan bo'lsak-chi, 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7. Ko'ryapsiz-a? Davom ettirib ketaveraman. 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9. Bunga 9 tadan, bunga 7 tadanmi? Tepa 2 kub qolyapti. Minus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11. Ko'ryapsiz-a? Oxirini yozib olsam, plyusda 1 taqsim 11, o'rta minusda 1 taqsim 13 mi? Xo'p, o'rta plyusda 1 taqsim 13, o'rta minusda 1 taqsim 15. Ko'ryapsizmi? Endi qaranglar. Yuqorida necha qolib ketyapti? 2 qolib ketyapti. O'sha yerda qas ochib olasizlar va yopamiz. Oldiga nima ko'paytirib qo'yamiz? 1 taqsim 2 ko'paytirasiz. Agar yuqorida 3 qolib ketaversa, sabab nima? Nima uchun 1 taqsim 2 ko'paytirib olyapmiz? Hozir umumiy maxraj berganimizda, demak tepa 2, to'g'rimi? Qaranglar, tepa 2 qolyapti. 3 ko'paygan 5 qolaman. Keyingisi ham shunaqa. Bunga 7 tadan, bunga 5 tadan umumiy maxraj bersak-da, shodi yana. 7 dan 5 deb taylasak, tepa 2 tagichi 5 ko'paygan 7 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Hammasi o'sha tartibda nima bo'lib turadi? Nuqtacha, nuqtacha, nuqtacha. Oxiriga qaranglar-da. Bunga 15 tadan, bunga 13 tadan umumiy maxraj bersak, tepasida nima qoladi? 2 tagi 13 ko'paygan 15 qoladimi? Nimaga 1 taqsim 2 ko'paytirding desalar, mana qaranglar. 1 taqsim 2 turibdi. Xo'p, ko'paytirsam, birinchisiga ko'payadi, ha 1 taqsim 2. Ikkilar nima bo'ladi tepada, pastda 2? Nima bo'ladi? 1 bo'ladimi? O'zi aslida misol holat qaytish uchun 1 bo'lish kerak-ku. Keyingisiga ko'paytiraman masalan. Yana ikkilar qisqarib 1 taqsim 5 ko'paygan 7 qoladi. Va hokazo oxirgisiga ko'paytiraman. Ikkilar qisqarib 13 ko'paygan 5 tepada 1 qoladi. Ya'ni misol nima bo'ladi? O'z holiga qaytadi ya'ni. 1 taqsim 13 ko'paygan 15 holiga qaytib qoladi demoqchiman-da. O'shancha 1 taqsim 2 ko'payyapti Asilbek. Ertaga 1 taqsim 3 ko'paytirishga to'g'ri keladi misollarda. Shularni shunchaki bu nima uchun ko'paytirganimizni yozib o'chirib tashladim. Chiroyli bo'ldi. Endi qaranglar. A minusmi? Bu plyus, minus plyus. Ko'ryapsiz-a? 0 ketyapti. Minus plyus. U minus 1 taqsim 1 bilan plyus 1 taqsim 1 ketadimi? Minus 1 taqsim 3 va plyus 1 taqsim 3 ketadi. 13. Demak, nima qolyapti? 1 taqsim 2 ko'paygan qavs 1 taqsim 3 o'rta minus 1 taqsim 15. Tushunmay qolishmi? Mana shu tushunyapsizmi? Demak, necha umumiy maxraj? 3 bilan 15 ga. 15 ta o'zimi? Bunga nechtadan? 5 tadan. Bunga nechtadan? 1 tadan. 5 kara 1. 5. 1 kara 1. 1. 5 dan 1 dersak 4. 1 taqsim 2 ko'paygan 4 taqsim 15. Tushunarli? 4 bilan mana ketdimi? Tepada 2 qoldi. 2 taqsim Tushunarli? Tushunmay qoldikmi? Kasrli javob bor, 2 taqsim 15 degan. Qaysi javob? D javob. Tushunarli hammaga? Xo'p, 47-misolimiz. Ko'ryapsiz-a? Bu ham shumi? Ketdik. Nima deymiz? 1 taqsim 12 nima deymiz? 3 ko'paygan 4 plyus 1 taqsim 4 ko'paygan 5 plyus 5 ko'paygan 6 plyus va hokazo. Ketyapsiz-a? 1 taqsim necha ko'paygan necha desak bo'ladi? 182 ni paydo qilib olishimiz uchun. 13 ko'paygan 14 desak bo'ladimi? Bunda ko'paytirib ko'ringlar qani. Xo'p, 3 ga 4 ko'paysa 12 ga qaytarib beradi. 4 ga 5 ko'paysa 20 qaytarib beradi. To'g'ri-ya? Endi qaranglar. 3 bilan 4 nechaga farq qiladi? 1 ga. 4 bilan 5 1 ga. 5 6 1 ga. 13 bilan 6. Ya'ni qasdi oldiga nimadir ko'paytgan qilish shart emas. Tagida bilib olsalangan bo'ladi-da.
Xo'p, ketdik. 1 taqsim 3 mi? Nima qilamiz? 1 taqsim 3 yozib olyapman. Ikkinchi sherigini yozayotganimda minusdan 1 taqsim 4. Tushunyapsiz a? Demak, plus ikkinchi 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5. Yetib ketaveraman. Oxir 1 taqsim 13 minus 1 taqsim 14. Tushunyapsiz a? Demak, ketaveraman shetga qisqarib. Qayerga olib ketadi? Boshi bilan oxir olib ketadi. Ya'ni 1 taqsim 3 minusdan 1 taqsim 14 mi? Umumiy makraj bunga 14 tadan bungacha 3 tadan. Xo'p. 14 minus 3 kara 1 3. Tagi 3 ko'paygan 14, ha? 40. Nima bo'lib qoladi? 14 dan 3 ta tashlasak, bormi Shohjon? Bora? Ha, yo'q. Hamma tushunda. Xo'p, qaranglar. Darajasi toq bo'lsa 50-misolimizga qaraymiz. Minusni oldiga chiqaradi. Darajasi cho't bo'lsa, minusni yeb qo'yadi. To'g'rimi? Sababini bilasizlar. Demak, nechinchi daraja mana bu? 17. Mana bu minus nima bo'ladi? Oldiga chiqadi. Qaranglar. Minusga ko'payapti, minus nima bo'ladi? Plus. Yozish shart emas, minusni 2 ga ko'paygan 3 10 7-si. Tushunarli? Xo'p, darajasi nima? Qaranglar, qarab turibdi. Minus 16-darajami? Minus nima qilib qo'yadi? Deb qo'yadi. Nima bo'ladi? Plus bo'ladimi? Demak, oldidan minus bilan minus qoladi. To'ppa-to'g'ri. Ko'pchilik qo'yamiz shu joyiga. Shohruh tushundingmi? Minus 13 16-si. Mana bu minus deb qo'ydi. Darajasi cho'zib qo'ygani uchun. Tushundingmi? Mana oldidan minus qo'yib oldi. Mana kasra chizig'i. Ko'ryapsizmi? Demak, 9 ni ko'ryapsizlar-a? Bo'lib 3 ga to'g'rilab olamiz. Ishni nimasi 9? Kvadrati. 3 ta kvadratini qarasa necha bo'lib qoladi? 15 ni ham to'g'rilab olaylik. 3 ko'paygan 5 desak bo'ladimi? Hammasi 3 ga to'g'rilab olmoqchiman-da. Nimaga? Yuqorida ko'paytuvchiga ajratamiz. 3 nechisini chiqarib olamiz. Darajasi kichkinasini 3 dan 16-sini. Demak, 3 dan 16-sini chiqarsak, qamiz. Ichkari nima qoladi? 2 ko'paygan 3 dan bitta qoladi. 12-taga to'g'rimi? 16tasini chiqarib olyapmiz, bittasi qolyapti. Minus 1. Yaxshi. Kasra chizig'i. Darajasi daraja tushsa, darajalar ko'payadi. 3 dan 14-si ko'paygan 3 dan birinchisi ko'paygan 5 dan o'zi. Tushunarli? Xo'p, demak 3 dan 16-si ko'paygan qavs 2 kara 3 6 1 deb tashlasak 5 yaxshi. 3 dan nimasi ketadi? 10. 5-si. Mana bu joyga qaraymiz. Darajalar bir-biriga qo'shiladi. Ya'ni 14 ga 1 qo'shiladi. O'rta asoslar bir xil ko'paytirilsa darajalar qo'shiladi. Ko'paygan 5. 5 lar nima bo'ladi? Bularchi tepadan nechta qoladi? Tushunarli? Bormi shu javob? Qaysi javob? B. Sizlar tushunmadikmi? Tushundiya? Hamma tushunda? Xo'p, 54-misolimizga qaraymiz. 54-misolimizga. Xo'p, 54-misolda nima deyapti? Qaranglar. Uch taqsim 17, 8 taqsim 13, 16 taqsim 19 sonlarga bo'linganda bo'linma butun son chiqadigan eng kichik natural son nechaga teng? Shunday bitta natural son topinglar deyapti. O'sha topilgan natural sonni 3 taqsim 17 ga bo'lsak, kechi 8 taqsim 13 ga bo'lsak, 16 taqsim 19 ga bo'lsak, qanaqa son chiqishi kerak ekan? Butun son chiqishi kerak ekan. X masalan, qaranglar. Bitta x deb tasavvur qilinglar. O'sha x ni bo'lyapmiz, e'tibor qilamiz. Nimaga? 3 taqsim 17 ga. Ko'ryapsizlar-a? Nuqta virgul. O'sha topgan x nimni bo'lyapmanki nimaga? 8 taqsim 13 ga. 8 taqsim 13 ga bo'lyapti. Keyin 16 taqsim 19 ga bo'lyapmiz. Ko'ryapsiz-a?
Nima chiqish kerak ekan? Butun son chiqsin deyapti. Mana shularga bo'lganda butun son chiqsin deyapti. Qaranglar, x tagida nima bor? 1 bor. 17 ga qaysi ko'payadi? X ko'payadi, 1 ga 3 ko'payadi. Xo'p, qaranglar, yozaman. 17 ko'paygan x taqsim 3 bo'ladimi? O'sha x'imiz bor-ku, nimaga bo'linishi kerak? 3 ga bo'linishi kerak. O'sha x 3 ga bo'linsa, butun son chiqsa, 17 ga ko'paytirsak, baribir ham butun son chiqadi. Keyingi vaziyatga qaranglar. X da nima bor? 1 bor. Mana katta kasra chiziqda bo'lganda, to'g'rimi? To'rtta kasralar tushuntirganman. Demak, x ga 13 ko'paysa, 13 ko'paygan x taga 1 ko'paygan 8. X nimaga bo'linishi kerak? 8 ga bo'linishi kerak. Demak, bundacha x da 1 bor. Asliga qarayapmiz-a? 19 ko'paygan x taga 16. X nimaga bo'linishi kerak? 16 ga bo'linishi kerak. To'g'rimi? O'shanda butun son chiqsa, 19 ga ko'paytirsalar, baribir butun son chiqadi. Tushunarlimi? Qaranglar, xulosa qanaqa bo'lyapti? Xulosa 3 ga 8 ga keyinchi 16 bo'linadigan son kerak-da. Shunaqa bitta son topishlari kerak. O'sha topgan sonlar ham 3 ga, ham 8 ga, ham 16 bo'lishi kerak o'sha sonni. To'g'rimi? Agar o'ylab topa olmasalaring, 3 da 8, 16 ni tub ko'paytuvchilarga ajratib, nima topib qo'yish kerak? Ko'k topib qo'yishlari kerak. Tushunarli? Keyingi variant javoblarda kessalarga ham bo'ladi. Demak, ko'k nima bo'ladi? 3, 8, 16 ga. Necha bo'ladi? 48 bo'ladi. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, uchalasida borini, darajasi kattasini, yo'g'ini o'zini olib hisoblaganimizda nima javob chiqadi? 48. Mana qaranglar. 48 3 ga bo'linadi, 8 ga, 16 ga. Tushunarli? Eng kichik degan o'zi sizlarga. Qaysi javob? Qaysi? Xo'p, 54-misolida. Yo'q. Qaranglar, 96 ham bor ekan, masalan, Y javobda. 96 ham 3 ga ham bo'linadi, 96 8 ga ham bo'linadi, 16 ga ham bo'linadi. To'g'rimi? Bizlarga nima degan? Eng kichigi degan. O'shancha 48 olib ketyapmiz hozir variantlarda. Eng kattasi degandachi 96 olgan bo'laydik. Tushunarli? Xo'p, 56-misolimizga qaraymiz. 56-misolimiz. Shu A ga teng bo'lsa, mana shu quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi deb degan. Qaranglar. 29 taqsim 31, 38 taqsim 41, plyusdan 47 taqsim 51 tenglik nima? A bo'lsa, mana shu ifodani topib ber deyapti. To'g'rimi? Qaranglar, ikkita yo'li bor. Har birida hozir bir ayirib chiqib ishlasak ham bo'ladi. Keyin 3 qo'shib olaman oxirida. O'ng mahraj berib, ya'ni bularni keyin o'ng tarafga ana chap tarafga o'tkazib ishlasak bo'ladi. Ikkinchi yo'li, mana bizlardan so'ralyapti-ku, 2 taqsim 31 qaranglar. Plus, keyinchi 3 taqsim 41 plus, keyinchi 4 taqsim 51. O'sha narsani t deb belgilash kiritib olaman. Nima deyman? T. Nima deb belgilash kiritsalaring o'shani topasizlar. T dedikmi? Demak, t-ni topamiz. T-ni topding degani, sen mana shu ifodani qiymatini topding degan. Tushunarli? Tenglamalar sistemasi qilib nima qilamiz? Bir-biriga qo'shib yuboramiz. Demak, qo'shib yuborayotgan bo'lsak, qaranglar nima qilamiz? 29 taqsim 31 mi? 29 taqsim 31 ga qo'shamiz nimani? 2 taqsim 31 da. Plus 38 taqsim nima? 41. Qo'shamiz 3 taqsim 41. Plus 47 taqsim 47 taqsim 51 qo'shamiz 4 taqsim. Bu tarafi nima bo'ladi? A qo'shilgan T bo'lib qoladi. Tenglikni bu tarafiga qo'shiladi. Ya'ni chap tarafdagilar birga qo'shib oldim, o'ng tarafdagilar birga qo'shib oldim. Endi qaranglar. Mahrajlar bir xil. 29 ga 2 qo'shsak 31 taqsim 31 nima beradi? Berdi. Plus 38 ga 3 qo'shsak mahrajlar bir xil. Mahrajlar bir xillar o'zi atini yozib, o'zi aqcha olib olyapman-da. 41 taqsim 41 deb beradi. 47 ga 4 qo'shsak 51 taqsim 50 u ham 1 deb beradi. O'zbek tushundik-a?
A plyusdan T. Nechi bilan qo'shib olsak? 3 bo'lami? 3 tenglik A plyusdan T. Shu yerda nima topishimiz kerak? T ni. Nima deb belgilash kiritsak, o'shani topamiz. Plyus bu yoqqa minus o'tadi. 3 minusdan A tenglik T bo'lib qoladimi? T nimaga teng ekan? 3 minus A ga teng ekan. Mana shu bizlardan so'raladigan ifoda ham nimaga teng ekan? 3 minus A ga teng ekan. Mana shu javob. Qaranglar, ikkinchi yo'l qanaqa tartibda ishlanadi? Masalan, tenglamalik sistemasi o'tmagan o'quvchilar qanaqa tartibda ishlaydi? 29 taqsim nima? 31 mi? Mana qarang, shu ham misolimiz 29 taqsim 31 dan nechini ayiramiz? 1 dan ayirasizlar. Qo'shamiz, qaranglar. 38 taqsim 41 mi? 38 taqsim 41 dan nimani ayiramiz? 1 da qo'shamiz. 47 taqsim 51 dan ham ko'ryapsizlar-a? Nechta bir ayirdik? -1, -2, -3 bo'lyapti. Necha qo'shib olamiz? 3 qo'shib olamiz. Bular 0 ketishga kerak, o'z holiga qaytish uchun. Tenglik nima? A. Tenglik A. To'g'rimi? Qaranglar, umumiy mahraj bersak, mana buni ustiga nechtada? 31 tada. 31 ni -1 ga ko'paytirsak, -31 bo'ladi. 29 ga ayirsak, minusdan 2 taqsim 31. Tushunarli? Demak, bunga 41 tada umumiy mahraj bersak, minusdan 3 taqsim 41. Bunga 51 tada umumiy mahraj bersak, minusdan 4 taqsim, qaranglar, 1 kare 51 51. 47 dan 51 dersak, minusdan 4 taqsim 51. Xo'p. Plus 3 mi? Tenglik A ga. Shunaqa? Xo'p. Pluslarni bu tarafga o'tkazsak, minus o'tami? Plus 3 turaversa, qaranglar, minus A qilib o'tkazib oldim. Bu minuslarni o'ng tarafga o'tkazamiz. Minus 2 taqsim 31 ga nima o'tadi? Plusdan 2 taqsim 31, minus 3 taqsim 41. Plusdan 3 taqsim 41, minus 4 taqsim 51. Bu tarafga o'tkazsak, plusdan 4 taqsim 51. Shu so'ralyaptimi, Ramazon? Mana, o'shanisi nima aytgan ekan? 3 minus A ga. Qaysi qulay bo'lsa, o'shandan foydalanib ishlaysizlar misollarni. Tushunarlimi? Mana shunda qaysi javob? 3 minus A degan javobimiz qaysi javob? A javob qilyapti. Xo'p. 57-misol. Demak, mana bu joy ayrilgan-a? Qaranglar, darajani ustidan daraja tushib qolsa, darajalar nima bo'ladi? Ko'payadi. Demak, -4 ga -6 ni ko'paytirsak nima bo'ladi? Plusda 24 bo'ladi. Demak, mana minusda 17 ni ustida nima ekan? 24. To'g'rimi? Mana bo'linmani ko'ryapsizlarmi? Shuna kasr chizig'iga almashtirib olsak bo'ladi. -13 ga -2 ko'paysa 26. Plusda 26, ikkita minus ko'paygani uchun. Demak, minusda 17 ni ustida 26. Tushunarli? O'rta ayrilgan. Xo'p, 1 taqsim 17 ni nimasi? Qas kvadrati. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, daraja juftmi? Mana minus nima qiladi? Plus. Darajasi juftmi? 26-darajaga ko'tarsam, nima qilib beradi? Plus qilib beradi. Demak, bu bilan nima bo'ladi hozir? Qayerda nechta qoladi? Pastda kvadrat qoladi, to'g'rimi? Demak, 1 taqsim 17 ni kvadrat o'rta minus. Mana qaranglar, 1 ni kvadrati 1, 17 ni kvadrati. Ko'ryapsiz-a? Mahrajlar bir xilmi? Suratlar bir-biridan ayriladi. 0 bo'lar ekanda, 0 taqsim 17 kvadrati baribir nima bo'lib qoladi? 0 bo'lib qoladi. Tushunarli? Qaysi javob? B javob. Dmi? Shunday-a? Xo'p. Keyingi misolga qaraymiz. Buni nima qilib olsak bo'ladi? 2-19-si 61-misolimiz nima qilib olsak bo'ladi? Nechiga to'g'rilaymiz? 3 bilan 2 ga to'g'rilab olsak bo'ladi. Ko'paytuvchilarga ajratgan holda ishlaymiz keyin, to'g'rimi? Demak, ketdik, qaraymiz. 2-19-simi? Ko'paygan. 27 3 ta nimasi?
kuba 23 ta kuba. Mana qaranglar, 23 ta kubiga to'g'rilab olyapti. O'star nima turibdi? Kuba turibdi. Plus 15 ta nima desak bo'ladi? 5 ko'paygan 3 desak bo'ladi. 15 ta beradi. Ko'paygan 49-si. 4 ni 2 ni nimasi deymiz? Kvadratini 9-si. Ko'paygan 9 ni nima desak bo'ladi? 3 ta 3 ta kvadratini 9-si bo'ladimi? 4-si adashdimi? Uzr. Qo'ygan joyda adashmadimi? To'g'ri yoza olaman qo'ygan joylarni. Nechinchisi? 4-si. Tagini ham 2 bilan 3 ga to'g'rilab olamiz. Qaranglar. 6 ni nima desak bo'ladi? 6 ni. 3 ko'paygan 2 ni qavsda 9-si. Ko'paygan 2 ni 10-si. Plus 12 deganimi? Ya 3 ko'paygan 4 deganimi? O'sha 4 degan kvadratni yozib olsa tushunmay qolamizmi? Tushunamiz a? 3 ko'paygan 4 dedim. 4 degan kvadratni uni qavsda 10-si. Aslida shuni-ya. Xo'p, mana tenglik. 2 ni nimasi? 10, 9-si ko'paygan. Darajani ustida daraja o'shyapti. Darajalar ko'payadi, 9 bo'lib qoladi. Shuni-ya, mana shu yerga 3 ko'payapti. Xo'p, plus 5 ko'paygan. Demak, 3 bu ikkalasini ko'pay desa, qaranglar mana shu yerda soddalashtirib olyapti. 5 ko'paygan 3 ta birinchisi, ko'paygan 2 ga 9 ko'paysa 2 ni 18-si, ko'paygan 3 ta 8-si. Ko'ryapsizlar-a? Demak, 5 ta yozyapman mana. 2 ni 18-si yozaman. 3 ta birinchisiga 3 ta 8-si ko'paysa 3 ta 9-si. Birga 8 qo'shiladigan darajalar, to'g'rimi? Birdan to'g'rilab yozib olaylik-da. Tushunarli? Demak, mana mahraj yozib olamiz. Qaranglar. Bu nima degan tagi? 3 ta 9-mi? 2 ni 9-mi? Daraja ko'tarib olayman har birini. Ko'paygan 2 ni 10-si. Shuni-ya? Endi mana bu ikkalasini ko'paytirib olsak 2 ni nechisi bo'ladi? Malades. 2 ni 19-si. Ko'paygan 3 ta plus. Demak, daraja ko'tarib olsak har birini 3 ta 10-si. 2 ni 20. Nimaga 20-si bo'ldi? 2 ga 10 ko'payapti. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli? Hammasi 2 bilan 3 ga to'g'rilab olyapmiz. Endi ko'paytiruvchiga ajratib olamiz. Borini darajasi kichkaysa chiqarib olaylik-a. Qaysa chiqarib olsak bo'ladi? Ikkalasini ham 3 ta 9 ni chiqarsak bo'ladi. Bora ikkalasini ham bir xil. Ikkinchisini chiqarib olamiz. 18-ni chiqarib olamiz. Nima qola chiqardi? 2 ni birinchisi qoladimi? 2 ni birinchisi plus 5. Xo'p, 18 ketdi. 9 joylarda bir qola yozish shart emas. Bir ko'paygan bilan har 5 ga 5 ta o'zib qoladi. Tushunarlimi hamma? Hamma tushundiya? Tagdan chiqarib olamiz. 3 ta 9 ni 2 nichi? 19-si chiqarib olamiz. Demak, 2 ni 19-si ko'paygan 3 ta 9-si. Ko'ryapsiz-a? Qavs. Nima qoladi buni joyida? 19 ketdi. 3 9 ga 1 qoladimi? 1 plus bu yerda 3 dan bitta, 2 dan ham bitta. To'g'rimi? Xo'p, qaranglar, qisqartirsak. 18 bilan bu ketdimi? Bu yerda 2 dan bitta qoladi. 9lari ketdi. Joylarda bir qo'la yozish shart emas. Xo'p. Qavsi 7 bo'ladi. 2 ga 5 qo'shib olsak, tagi 3 kare 2 6, 1 qo'shsak 7. 2 ko'paygan 7. 7lar ketdi. 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 va 0.5 mi? 1 taqsim 2 bor-a variantimizda? Qaysi variant? Ejo. Xo'p, 61-misolimiz. Tushunarli-ya? Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. 62-misolimizga qaraymiz. Hozir 42, 43-misollar ko'rdikki, o'shanga o'xshab ketgan. Necha qo'shib qo'yibdi? 1 qo'shib qo'yibdi. Shu bir tursin. Men bu tarafini ishlab olay. Ko'ryapsiz-a? Bu tarafini ishlab olay. Oxirida chiqqan javobga necha qo'shib qo'yaman? 1 da qo'shib qo'yaman. Bo'ladi o'sha qilsak? Demak, ketdi. Hozir ishlab oldik buni. 1 taqsim 10 deb yozib olsak bo'ladimi? Mana buni. Ikkinchi she'rga yozayotganimizni nima qilamiz? Minusdan 1 taqsim 11. Tushunarli?
o'rta plus 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 12. Mana boshqa yozib olyapman. Ikkinchi sheetga o'zi ekan, o'rtaga ayirma qo'yib ketaman. Umumiy mahraj bitta berib tekshirib ko'ringlar-da. Bunga 12 tadan, bunga 11 tadan. 12 dan 11 bersak 1, tagiga 11 ko'paygan 12. Bu sonlar qaytyapti. Plus keyingilarichi 1 taqsim 12 minusdan 1 taqsim. Shu tartibda ketyapti. Oxirini yozib olsak, plusdan. Mana qaranglar. Birinchi yozilganimiz plusdan 1 taqsim 14, orqasi minusdan 1 taqsim 15. Buni yozaman endi. Plusdan 1 taqsim 15 minus 1 taqsim 16. Tushunarli? Qaranglar. Ketaveraman. Minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 15 nol ketdi. Nima qilyapti? 1 taqsim qolyaptimi? Xo'p, minusdan oxirida nima qoldi? 1 taqsim 6. Qas qo'yib, nimadir ko'paytira olmadim. Ya'ni umumiy mahraj berganda o'z holiga qaytdi. To'g'rimi? Nechi qo'shilgan edi? Qo'shilgan 1 ham turadi. Demak, 10 va 16 ga nechi umumiy mahraj? 10 bilan 16 ga 80 umumiy mahraj, to'g'rimi? Demak, 80 ni 10 ga bo'lsak, 8 tada. 80 ni 6 ga bo'lsak, 5 tada. Bu tayda nima bor? 1 bor, a? Demak, 80 ni 1 ga bo'lsak, 80 ni o'zi, to'g'rimi? Ketdik. 8 kira 1 8, ayrilgan 5 kira 1 5, to'g'rimi? 80 plus 1 ga ko'paytirib yuborsak, plusdan 80. Haga 80 bo'ldi. Yaxshi. 8 dan 5 ni tashlasak, 3, 3 ga 80 qo'shsak, 83 taqsim 80. Tushunarli? Shunga javob bormi? Demak, 60. Ikkinchi misolimiz edi. Demak, buni nima qilib olamiz? 83 ni 80 ga bo'lamiz. Nechtadan? Bittadan. 83. Demak, 1 butun 3 taqsim 80 ga 80 dan 3. Tushunarli? Qaysi javob? Hamma tushundimi? Qaranglar, o'xshaydiganlardan ko'rsatyapman. Qolganini 100% tugatib kelamiz. Tushunarli? Hammaga rahmat.